olib kelib beringlar. Jasadi kelish kerak bolamni. Bol Qur'onlar o'qishim kerak. Qabristonga borishim kerak. Gullar ekishim kerak bolamga. Ruhi osmon samolarga uchgan bolam. Aza tutib turar go'yo senga olam. Yuragimni teshib o'tdi-ku dardu nolam. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh bolam. Og'ir ekan onalarga farzand dog'i. Oqlar urdim, faryod soldim, bag'ringni o'qlar ilma teshik qilgan chog'i. Meni g'amga qo'yib urushlarga ketib qolgan jigar poram. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh bolam. Olib ketdi seni mendan bu zolim urush. Endi menga juda qiyin bu dunyoda yashab yurish. Badallari ilma teshik bo'lib ketgan murg'ak bolam. Shahidliging qabul qilsin endi Alloh bolam. Zulmkorlar, o'ris, millati yo'q, iymoni yo'q. Qoning ichib nafas olar vijdoni yo'q. Menga tegsa bo'lmasmidi o'sha senga otilgan o'q. Qiyomatga qoldi endi diydor jigar poram. Shahidliging qabul qilsin Alloh endi bolam. O millatlar o'zbek qonin ichib yurar. Musulmonlar mehnatiga davron surar. Narkotika tashlab qo'yib poylab turar. Qamoqlarda zulm chekkan jigar poram. Assalomu alaykum. Hurmatli xalqimiz, musulmon birodarlarimiz, mana bu Amina opani ministerstvoning filialiga olib keldik. Shu bolasini ishi bo'yicha. Xudo xolasa ishlarini to'g'rilayapmiz. Inshaalloh sizlarning yordamlaring bilan, sizlarning duolaring bilan, qo'llab-quvvatlab turishlaring bilan mana shu joygacha yetib keldik. Inshaalloh mana bizga yordam beradigan odamlar nima bo'lyapti? Chiqyapti. Mana bizning shu yerda akaxonimiz, otaxon desak ham bo'ladi. Shunday yoshi ulug' kishi, o'zi o'sha eng garach tochkalarda urushda bo'lgan inson biz oramizga tushib yordam qilyapti. Inshaalloh ishlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Mana hozir Amina opamiz ham mana o'tiribdi. Xudo xolasa mana bizning представитель Ministerstva оборонamiz Denis Yuryevich bizga eng katta yordam qilyapti. Mana endi mana otaxonimiz Pozivnoy Batya. Pozivnoy Batya otim Hoji Haydar. Hajga 2012-yil borib kelganman. Urushga 2023-yil keldim. 2 yil urush qildim. Baxmut degan joyda agar eshitgan bo'lsalaring, Baxmutda edim 2 yil. Baxmut вообще Donetskiy направление, Artyomskiy ko'p joylarga bo'ldim. Endi nima desam, 2 marta raneniyam bor. Hozir komissiyavat qildi kategoriyada bilan. O'zim ham shu dokumentlarda orqasidan bo'y yuguribman pensiya olish uchun. Yani bu problemada har bir narsa mana bunda qog'oz revit qiladi, dokument revit qiladi FK. Shuning uchun hozir mana bekor o'tirmasligim uchun mana shu volonterskiy deltiniz bilan hozir Ministerstvo обороны shuni tashkil qilib, mana yuramiz Denis bilan birga yana boshqa odamlar bor. Ancha mana shu ko'p odamlar tushunmaydi. Qanday qilib batlasini, qanday qilib vyplatsiyasini olish kerak, pulini olish kerak. То, что заработанные деньги deyiladi o'rischasiga. Bechora o'g'li halok bo'ldi masalan. Endi halok bo'lgandan keyin uni o'ligini ham topib chiqarish kerak deydi. Demakki, agar tobes dokumentlar but bo'lmasa, komandirlar masalan bundoqki, men o'zim o'sha urush qilib yurgan vaqtlarimga ham ko'pini biz qo'yib ketaydik masalan o'lganlarni. Shuni joyga tashlaysan, ketsan. Demak, uni chiqara olmaysan. Uni chiqaraman desang, o'zing o'lib ketsan o'sha yoqqa. Çünkü joylari aprelyon bo'lgandan keyin agar pozitsiyani masalan o'lganlar o'sha yoqqa yotgan bo'lsa, biz atkilar urib oldinga ketdik-ku. Bu yerdan komandir batalyondan ham ko'p narsani komandir, особенно komandir batalyondan ki aytish kerakki, o'sha o'lgan o'zimiz soldatlarni hammasini tezroq chiqaringlar bu yerdan deb. Aytib bo'lmaydi, masalan, shu pozitsiyani olgandan keyin xaxollar ham padarkacha yo'q. Ular ham chop keladi yana orqasidan boshqa xil motiv qilib, akruj qilib olishi mumkin edi. Biz Baxmutga 45 kun akrujeniyaga bo'lganman. Mana ham o'lganlar o'ldi bu deb. Xayr, mana tirik keldik. Bu endi
aytib bo'lmaydi, go'yo odamlar bor shunaqa situatsiyaga tushadi, plenga tushgan bo'lsa bo'lishi mumkin. Lekin plenga hozir malaveriyatniy, nimagaki u ular ko'pincha bizatkilarni plenga olmaydi. Nimagaki o'sha man ko'rdim nechtasini shu qanaqa qilgan, особенно biz как naymnik hisoblanamiz. Masalan, men Tojikistondan borganman. Bashlar bordi O'zbekistondan, boshqa joydan, Qirg'izdan bordi, Qozog'dan yo'qdi, Qozog'ga Qirg'izdan bordi, Turkmendan bordi. Shuning uchun beqil shunaqa situatsiyalarga tushishi mumkinki, aytib bo'lmaydi. Shuning uchun mana marhamat, hozir mana kategoriyani oldik. Qo'limizdan kelguncha любой odamga marhamat обращаться qilsa, mana yordam qilamiz. O'lchasiga ham я могу сказать, если что, обращайтесь. Мы рады будем вам всем помочь. У кого какие-то проблемы есть, можем решить проблемы, но с помощью Всевышнего Аллаха в первую очередь. А остальное, если знаешь законы России, они очень, как говорится, справедливые, они оплачиваемые. Я вам говорю, вот я сам, например, все выплаты мне тоже выплатили, и за ранение, и за все, а тем более за 200-х, каждый имеет свое право получить деньги, если он оставил завещание, например, родителям, женам, у них если дети есть или кто. Так что не говорите, многие говорят в России, вот не получают, вот погиб мой сын, вот там так. Нет такого в России. Так, в России есть закон. Сделайте все документы, пожалуйста, получите то, что положено. Чтобы там лишних разговоров не было. Вот о чем я еще веду разговор, потому что я это сейчас сам лично своими глазами вижу, как это. И нормально, везде, где не бываем, к кому не обращаемся, нормально с нами ведут обращение. А многие говорят, там вот в России вот так, в России не платят, оказывается, в России. Нет такого. Это я вам говорю, как батя, я 2 года был, находился там. Так что давайте, вот какие проблемы, что вот за счет вот этих проблем документации можете обратиться к нам, вот к нашему дорогому Денису. Но вообще у нас здесь люди, которые нам помогают, их фамилии озвучивать не буду, они не любят этого. Так что вот такие дела. Спасибо вам тоже за наш просмотр. Если не то сказал или чего-то, я думаю, вы меня простите, потому что у нас есть контузии, были там 2 ранения, я не знаю сколько раз. Ну, кто там побывал, это знает. Так что, пожалуйста, обращайтесь, рады помочь. Всем там разницы нет, узбеки, таджики, киргизы, лишь бы наши русские ребята, армяне, азербайджанцы, обращайтесь в наш вот этот штаб. Мы рады будем помочь по любым вопросам, по выплатам, по 200-м, по 300-м, по ранениям. Ну, вот эта система, да. Спасибо огромное. Батя, короче.